Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Bugungi mavzuyimiz oila funksiyalari va uning muammolari haqida. Qiziqib ko'radiganlarga va mushahada qiladiganlarga. Oilaning funksiyalari 5 ta. Birinchi funksiyasi oilada sog'lom avlodni davom ettirish va nasl tarbiyasi. Demak, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan eng qiyin, lekin eng asosiy masala bu ota-onalarning sog'ligi masalasi. Ota-onalar sog'lom bo'lsa, ulardan sog'lom farzandlar tug'iladi. Nasl bardavom bo'ladi va uning tarbiyasi bilan ham shug'ullanishda o'zi kuch-quvvat topadi. Eng birinchi masala shu. Ikkinchi funksiya bu oila iqtisodiyotini to'g'ri tashkil qilish. Oila iqtisodiyotiga ko'p narsa bog'liq. Har bir oila a'zosi oilada ma'lum bir mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi, qay yoshga bo'lsa ham harakat qilishi, mehnat qilishga, ko'proq uyda o'zining foydali ish koeffitsiyentini oshirib borish kerak. Ya'ni shunga to'g'ri harakat qilish kerak. Ikkinchidan, oilada eng asosiy bir jihat bu ilmga intilish. Shu kayfiyatni oilada vujudga keltirish kerak va shu tomonga intilish kerak. Yo'q yo'lidan ilm kelish kerak u odamni, yo'q yo'lidan hunar kelish kerak. Agar ikkovini olib borsa, undan ham yaxshi. Bu ikkinchi funksiyasi sanaladi. Demak, oilada ayol kishining ishi bu, erkak kishining ishi bu deb chegaralanib qo'yish kerak emas. Bahamjihat ishni tashkil qilish kerak oilada. Uchinchi funksiyasi bu oilada muomala, munosabatlari. Yangi keladigan kelin ham shu oilada kelin olgandan keyin, demak, kelinning oilasiga boradigan kuyov ham bitta narsani hech qachon esdan chiqarish kerak emas. Bu oilada muomala munosabatlarini to'g'ri tashkil qilish. Ya'ni har qanday odam qanday bo'lsa, uni shunday qabul qilish kerak. 20 yoshgacha odamlar xarakterida juda ko'p o'zgarishlar bo'ladi, lekin uni korreksiyalab borish kerak. Bu uchinchi funksiyasi. To'rtinchi funksiyasi oilada qariyalarni qadrlash kerak. Qariyalar qarisi bor uyning parisi bor deb aytadilar. Qarilarda tajriba juda kuchli bo'ladi, yoshlarda esa g'ayrat. Agar g'ayratni tajriba bilan qo'shib olib borsangiz, bu oilada qarilar ham izzatda, hurmatda bo'lishadi, kichiklar esa xizmatda va izzatda bo'lishadi. Beshinchi funksiya bu oilada 5 vaqtni to'g'ri uyushtirish. Agar oilada nuqul mehnat qilinsa-da, oilada nuqul shunaqa vaziyatlar bo'lsa-da va dam olinmasa, u holda bu oilada tinchlik, xotirjamlik bo'lmaydi. Salomatlik ham bo'lmaydi bu oilada. O'sha uchun iloji boricha tabiat qo'ynlariga borish kerak. Iloji boricha sport o'yinlari bilan shug'ullanish kerak. Iloji boricha ko'plab kitob mutolaa qilish kerak. Sizlarga tavsiya qilinadigan kitoblar bugunga Baxtiyor oila kitobi, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Baxtiyor oila kitobini oila davrasida o'qishni yoshlarga tavsiya qilamiz. Bundan tashqari, oilada yoshi qari o'qishlari uchun, mutolaa qilishlari uchun Shayx Muhammad Sodiq Yusuf tomonidan Odoblar xazinasi, ya'ni Imom al-Buxoriyning Al-Adab al-Mufrad kitobining sharhini tavsiya qilamiz. U 4 qismdan iborat. Uning birinchi qismini o'qishni tavsiya qilaman va bardavom bo'lishni ham tavsiya qilib qolaman. Endi 5 vaqtni o'shtirishda tabiat ne'matlaridan, tabiat go'zalliklaridan bahramand bo'lish, har faslga xos bir tabiat go'zalligidan bahra olish oilaning mustahkam bo'lishiga va oiladagi munosabatlarning yaxshilanishiga, oiladagi ko'pgina muammolarning yechilishiga kalit bo'la oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Oilalaringiz mustahkam bo'lsin, bardavom bo'lsin. Ana shu oila funksiyalarining hammasi bajarilsa, oilada muammo kelib chiqmaydi. Har birimiz o'zimizning fikrlarimizni, o'zimizning g'oyalarimizni, o'zimizning maqsadlarimizni shu funksiyalar tomon yo'naltirishimiz kerak. Agar ulardan bittasi buzilsa ham, oilada muammo kelib chiqadi va oilaning, demak, kemtiklikka olib kelishi mumkin. Shunday xulosaga kelganlar olimlar. Masalan, farzandlik bo'lsa, oilada yana muammo kelib chiqadi. Yoki oilada iqtisodiy daromad va buromadda kemtiklik bo'lsa, agar unda bir muammo kelib chiqadi. Yoki uchinchisi muomala munosabatlarida ham rioya qilinmasa, unda muammo kelib chiqadi. To'rtinchisi, oilada qarilarga nisbatan agar hurmat, izzat qilinmasa, ularning tajribalaridan foydalanilmasa, ularning
tecrübelerden unugly foydalanışning bardavom qilinmasa, bularning hammasi nima olib keladi? Kemtiklikka olib keladi, muammoga olib keladi. Va albatta 5-funksiya bu o'ylanlar 5 vaqtni o'stirish funksiyasi. Unga ko'p vaqt amal qilmaymiz. Kelinglar, bahamjihat bo'laylik. Shu 5 ta funksiyani ham birgalikda uyg'unlashtirib, bajarishning uddasidan chiqishga harakat qilaylik. O'ylarimiz mustahkam bo'lsin, o'ylar mustahkam bo'lsa, jamiyat ham mustahkam bo'ladi. Men faqat shuni tilab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.